Aerob nafas olish bu kislorod yordamida nafas olish, ya'ni oksidlanish. Anaerob nafas olish bu kislorodsiz nafas olish, ya'ni glikoliz yoki bijg'ish deyiladi. To'g'rimi? Energiya almashinuvida. Demak, mana shu nafas olish bosqichlari ekan. Dastlab anaerob nafas olish bosqichi amalga oshar edi. Bilasiz, anaerob nafas olishda ATF ko'p hosil bo'lmaydi, energiya kam sarflanadi, energiya kam hosil bo'ladi. Keyinchalik aerob nafas olish paydo bo'lish hisobiga energiya almashinuv jadallashdi. Energiya ham bilasiz, ikkita hosil bo'lsa, bu yoqda 36 ta, ya'ni energiya ham hosil bo'lishi oshdi. To'g'rimi? Demak, shuni hisobiga moddalar almashinuv jadallashib, aerob organizm soni ko'paydi. Xo'p, demak, nafas olish sistemasi tuban tuzilgan ko'p hujayralilar, ya'ni bo'shlig'ichilar va bir hujayrali tip, ya'ni sodda hayvonlarda rivojlanmagan. Ya'ni bir hujayralilar, esingizda bo'lsa, amyoba, to'g'rimi? Evgelina, tufilka yoki tuban ko'p hujayralilar, ya'ni bo'shlig'ichilar, to'g'rimi? Bo'shlig'ichilarda maxsus nafas olish organi bo'ladi? Yo'q. Demak, maxsus nafas olish organi yo'q ekan. Qanaqa nafas oladi ular bunda? Ya'ni tana yuzasi orqali shimi bo'ladi, bu hodisaga diffuziya deyiladi. To'g'rimi? Demak, tana yuzasi orqali shim bosqilinadi, ya'ni diffuziya usulida nafas oladi. Ya'ni diffuziya usulida nafas olar ekan. Tushunarlimi? Mana shu. Endi undan keyin qaysi yassi chuvalchangga to'xtalamiz, chunki ular parazit. Undan keyin qaysi halqali chuvalchanglar. Halqali chuvalchanglarning ko'p tukli halqali chuvalchanglarda ham kam tukli halqali chuvalchanglarda ham nafas olish organi yo'q. Ya'ni kam tuklilar ham terisi orqali nafas oladi. Tushunarli? Ya'ni esingizda bo'lsa, terisi va ichagida juda ko'p kapillyarlar bilan ta'minlangan edi. Shuni hisobiga demak nafas olar edi va terisi doim namlanib turardi va nam teri kislorodni yaxshi o'tkazar edi. To'g'rimi? Mana shu ekan. Keyingisi lekin kam tukli va keyingisi nima edi? Zuluk. To'g'rimi? Ikkalasi ham bir xil. Lekin ko'p tuklilarda nafas olish organi bor. Aytdimmi bo'yim? Ko'p tuklilarda demak maxsus nafas olish organi bor ekan. Ya'ni bosh qismida joylashgan tuklari tutashib parapodiyalarni hosil qiladi. Parapodiyalari oziqni tutish va nafas olish vazifasini bajaradi. To'g'rimi? Demak, oziqni tutish va nafas olish vazifasini bajarar ekan. Demak, ko'p tukli halqali chuvallarda nafas olish organi bor ekan. Tushunarlimi? Hop, keyingisi mollyuskalarda qanaqa edi? Mollyuskalarni hammasida ham jabr emas. Mollyuskalarda bo'lishi mumkin. Qorni oyoqli mollyuskalar bo'lishi mumkin. Ikki pallali mollyuskalar bo'lishi mumkin. Bosh oyoqli mollyuskalar bo'lishi mumkin. Qorni oyoqli mollyuskalar xaltasimo o'pka yordamida nafas olar edi. O'pkasi sodda tuzilgandi juda. Shuning uchun ham o'pkasi tashqi muhit bilan nafas teshigi orqali bog'langan. Gaz almashinuv yuzasi juda kam. Ikki pallali bilan bosh oyoqli dengizlarda yashardi, shuni hisobiga jabra bilan nafas olardi. To'g'rimi? Bu mollyuskalar nafas olish organi. Hop, keyingisi bo'g'ma oyoqlilarda qanaqa edi? Bo'g'ma oyoqlilarning hammasini nafas olish organi har xil. Birinchi to'xtalamiz qisqichbaqa. To'g'rimi? Sekinroq gaplashamiz. Demak, qisqichbaqa ekan. Qisqichbaqalar jabra orqali nafas olardi. Esingizda bo'lsa, qisqichbaqaning jabralari, yurish oyoqlari, jag' oyoqlari asosida joylashadi. Keyingisi o'rgimchak simonlar. O'rgimchak simonlarning ichidan o'rgimchaklarning o'zi o'pka va trakeya bilan nafas olardi. Chayon faqat o'pka bilan nafas olardi. Falanga bilan ayrim kanalar trakeya bilan nafas olardi. To'g'rimi? Tushundikmi? Endi hasharotlar bo'lsa faqat trakeya bilan nafas olardi. Ya'ni qorin muskullarini dam-badam
qisqarib bo'shash hisobiga nafas olib, nafas chiqarar edi. To'g'rimi? Mana shu ekan. Xo'p, keyingisi bizda lansetnik. Boshlaymiz lansetnikning tuzilishidan. Xo'p, demak, lansetnik ya'ni bosh skeletsizlar ekan. Demak, bosh skeletsizlar kenja tipi qanaqa? Mana lansetnik. Ya'ni mana tanasi lansetnik. Xo'p, demak, tanasining oldingi tomonida og'iz, halqum, keyin qizilingan sekin-sekin organ. Ya'ni halqumning atrofida jabrasi joylashgan, to'g'rimi? Burmalar joylashgan, teri burmalari to'g'ri. Demak, undan tashqari jabra yoriqlari bor, jabra teshiklari ham bor, to'g'rimi? Demak, jabra teshigi demak tashqi muhitga ochiladi va burmalar bilan ta'minlangan. Burmalar bilasizlar, jabraga qum kirib ketmasligini oldini oladi. Qumga ko'milib yashaydi chunki bu. Va shu orqali nafas oladi. Ya'ni jabra oldi bo'shlig'ini hosil qiladi, nafas olish organi va jabra oldi bo'shlig'ida jabra nimasi joylashadi? Yoriqlari joylashadi. Jabra sifatida emas, jabra yoriqlari sifatida paydo bo'lgan. Tushunarlimi? Mana shu ekan. Xo'p, keyingisi baliqlar. Baliqlarda qanaqa edi? Baliqlarda jabrasi murakkabroq tuzilgan. Ya'ni baliqlarning nafas olish organi to'g'ri jabra. Hamma baliqlar jabra bilan nafas oladi. Esingizda bo'lsa, oldingi qismida jabra qilchasi joylashgandi. Undan keyin jabra varaqlari joylashgan. Ya'ni bu qilcha oldingi qismida, bu varaq yoki kitobingizda berib qo'yibdi yangicha termin bilan yaproq deb. To'g'rimi? Va ustki tomondan qop-qoqlari o'rab turadi. To'g'rimi? Demak, esingizda bo'lsa qilcha, jabra varaqlari yoki yaproqlari va qop-qoqlardan iborat edi. Buni vazifasi bunga qum kirib yoki suv kirib ketishini oldini olish. Varaqlarda bo'lsa, esingizda bo'lsa kislorod va karbonat angidrid almashinuvi bo'ladi. To'g'rimi? Demak, kislorod gaz almashinuvi bo'ladi. Qop-qoq bo'lsa, suyakdan iborat tashqi tomondan yopib turadi. Bilasizlar, baliqlarni jabrasi bunday turadi. Ikkita joydan bunday ko'taradi-ku. Demak, mana shu ekan. Bu baliqlarning jabrasini tuzish. To'g'rimi? Hop, keyingisi baliqlardan keyin suvda hamda quruqlikda yashovchilar. Ya'ni amfibiyamidi? Amfibiyalarda qanaqa? Amfibiyalarda sodda tuzilgan bo'lsa ham o'pka rivojlangan. Ya'ni o'pka xaltasimon. Endi o'pkasi xaltasimon juda sodda tuzilgan. Shuni hisobiga, ya'ni diafragma va ko'krak muskullari yo'q bularda. Shu diafragma va ko'krak muskullari yo'qligi hisobiga ko'krak qafasi ham yo'q, bilasizlar. Ko'krak qafasi yo'qligi hisobiga shu orqali nafas ola olmaydi. Shuni hisobiga yutinish harakatlari bor. Ya'ni tomog'ini chiqaradi, kirgizadi. Chiqaradi, kirgizadi. To'g'rimi? Baqat. Tomog'ini pastga tortganda havo kiradi, yuqoriga tortganda havo chiqadi. Ya'ni yutish harakati hisobiga demak nafas olar ekan. Tushunarli? Endi shu orqali shu yutish harakati orqali nafas olganligi hisobiga hiqildoq usti tog'aylari ham dastlab rivojlangan ekan. Tushunarlimi? Demak, hiqildoq usti tog'ay kimda paydo bo'lgan ekan? Amfibiyada hiqildoq usti tog'ayi paydo bo'ldi. Endi o'pkasi sodda tuzilgandek, shuni hisobiga to'g'ri aytyapti, teri orqali ham nafas oladi. To'g'rimi? Esingizda bo'lsa, bir juft arteriya chiqib, bittasi teriga, bittasi o'pkaga boradi. Karbonatni olib ketardi. To'g'rimi? Demak, mana shu ekan. Undan tashqari o'pkasi rivojlangan, lekin bronxlarga bo'linmagan. Yozib qo'yibdi. O'pka hiqildoqdan boshlanadi deb. To'g'rimi? Hiqildoqdan keyin sirazu o'pkaga o'tib ketadi. Sababi bronx, branchiola, alveola va boshqa narsalar yo'q. Demak, hiqildoq bor, chunki hiqildoq tog'ay bo'lish uchun hiqildoq bo'lishi kerak. Va o'pka bor. Tushunarlimi? Demak, bronxlari hozircha yo'q. Tushundingizmi? Mana shu. Keyingisi reptiliyalardachi. Reptiliyalarda sal murakkabroq tuzilgan o'pkasi katakchalarga bo'lingan, to'g'rimi? Demak, o'pkasi katakchalarga bo'lingan. Undan tashqari o'pkada gaz almashinuv yuzasi keng. Shuni hisobiga terisi nafas olishda qatnashmaydi. Undan tashqari terisi quruqligi uchun ham nafas olishda qatnashmaydi. Undan tashqari o'pkasi, yo'zi umuman hazm nafas yo'li hiqildoq, trakeya, yana bronxlardan iborat. Lekin bronxlar shoxlanganmi? Yo'q. Faqatgina keldi u hiqildoq,
bronx, trakeya va o'pka hosil bo'ldi. Bu shu holatda tugadi. Tushunarli? Bronx o'pkaning ichiga kirib shoxlanmagan. Demak, bunda bor edi hiqildoq bilan o'pka, bunda hiqildoq, trakeya va bronx va o'pka bo'ldi, lekin shoxlanmagan. Tushunarlimi? Mana shu. Endi qushlardachi? Qushlarda yana murakkablashgan bu. Ya'ni hiqildoq, trakeya, bronx va bronxiolalarga shoxlandi. To'g'rimi? Demak, bronxlar bronxiolaga shoxlandi. Hali alveola darajasiga yetib bormadi bular ham lekin. Va shuni hisobiga o'pka bronxiolalari ham esingizda bo'lsa oxirgi qismlari nimani hosil qildi? Havo pufaklari yoki havo xaltachalarini hosil qildi. To'g'rimi? Yozib qo'yibdi. Ikkilamchi bronxlarning oxirgi qismlari havo xaltachalarini hosil qiladi. To'g'rimi? Demak, kirgan bronxlar, demak, ikkilamchi bronxlari murakkablashib, kengayib havo xaltachalarini hosil qilgan ekan. To'g'rimi? Demak, havo xaltachalari yoki havo pufaklarini hosil qildi. Undan tashqari havo pufaklari bildingizlar bronxioladan hosil bo'ladi. Undan tashqari havo pufaklari 3 ta joyda uchadi. Ya'ni mushaklar orasida, to'g'rimi? Mushaklar orasida, teri ostida va suyaklar bo'shlig'ida uchirgan. 3 ta joyda uchirgan havo pufaklari. Tushunarli? Demak, mushaklar orasi, teri ostida va suyaklar bo'shlig'ida havo pufaklarini hosil qildi qushlar. Tushundikmi? Mana shu qushlarning tuzishi. Endi sut emizuvchilardachi? Sut emizuvchilarda o'pka yana ham murakkablashdi. O'pka endi bronxioladan to'g'ri alveolaga o'tib ketdi. Demak, bronx, bronxiola endi alveolani hosil qildi. Ya'ni faqatgina sut emizuvchi uchun xos bo'lgan xususiyat bu alveola. Ya'ni sizda bo'lsa bronx shoxlandi. Yana mana bunaqa shoxlangan. To'g'rimi? Aytdim sizlarga bronx daraxtga o'xshab shoxlangan bo'ladi o'pkaning ichida. To'g'rimi? Demak, mana juda ham shoxlangan bronxlari, ya'ni bronxlar o'zi shoxlandi. O'zi mana bu yerda shoxlanib bo'lgan edi. Mana bu qushlarda shoxlangan. To'g'rimi? Bularda yana ham shoxlanib, demak, alveolani hosil qildi. Va esingizda bo'lsa, alveola degani qopcha, xaltacha degani edi, to'g'rimi? Demak, bronxiolaning ustki qismi dumaloq qopchalarni hosil qilardi. Endi alveolaga to'xtalamiz. Alveola bilasiz, bir qavat epiteliyadan iborat. To'g'rimi? Bir qavat epiteliyadan iborat. Juda ham ko'p kapillyarlar yuzasi bilan qoplangan alveola. To'g'rimi? Sut emizuvchilar. Undan tashqari sut emizuvchilarda diafragma va qovurg'alar aro muskullari rivojlangan. Juda ham kuchli. Va faqat sut emizuvchilar uchun xos xususiyat ham shu diafragmaning borligi. Ya'ni qisqarsa nafas olardik, bo'shashsa nafas chiqarardik. Diafragma, to'g'rimi? Xuddi shunaqa, demak, sut emizuvchi odam bilan bir xil tuzilgan. Tushundingizmi? Undan tashqari nafas olish sistemasining evolyutsiyasiga e'tibor berishingiz kerak. Bu shu bilan tugadi evolyutsiya. Nafas olish sistemasi evolyutsiya oldin aytgandim. Har bir organ boshqa organlar sistemasidan ajrab chiqadi. Evolyutsiya davomida nafas olish sistemasi hazm qilish sistemasi bilan bog'langan bo'lgan. Uni qayerdan bilsak bo'ladi? Baliqlarda boyagi suzgich pufagi sizda bo'lsa, to'g'rimi? Suzgich pufagi halqum bilan tutashgandi. To'g'rimi? Endi keyinchalik sekin-sekin rivojlanib keladi, bir-biridan ajrashni boshlaydi, to'g'rimi? Sut emizuvchilarda yozib qo'yibdi yana. Nafas olish sistemasi faqatgina halqum darajasidagina tutashgan joyi saqlanib qoldi. Boshqa nafas olish organlari ajrab ketgan. Tushunarlimi? Ya'ni dastlab hazm qilish bilan nafas olish sistemasi bitta edi evolyutsiyada, keyinchalik faqat halqum qoldi tutashgan. Bilasizlar, biz nafas olsak yoki suv ichsak nafas yo'liga o'tib ketib qolishi mumkin, yoki tiqilganingizda yoki havo hazm yo'liga o'tib ketib qolishi mumkin. Tushunarlimi? Demak, ya'ni hazm qilish sistemasi bilan nafas olish sistemasi bir dona shu halqumdagina tutashibgina qoldi. Qolgan joylari demak evolyutsiya davomida ajrab ketdi bir-biridan. Tushunarlimi? Mana shu nafas olishning evolyutsiyasi. Undan tashqari sut emizuvchilar bilasizlar, nafas yo'llari kiprikli epiteliyadan iborat. Kipriklarning harakati tufayli kislorod karbonat angidrid o'pkaga haydaladi, karbonat angidrid o'pkadan tashqariga haydaladi. To'g'rimi? Mana shu kiprikli epiteliy yoki tukli epiteliy deymiz. Masalan, burun bo'shlig'i. To'g'rimi?
Mana shu demak nafas olish sistemasining evolyutsiyasi